Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Gamma AI orqali prezentatsiya yasashni ko'rib o'tamiz. Mening ismim Abdulazizxon, Samarqand davlat universiteti 4-bosqich talabasiman. Buning uchun avvalo brauzerni ochib olamiz. Men hozir kompyuterda ko'rsatyapman va mobil qurilmalarda ham deyarli xuddi shu holatda amalga oshiriladi. Buning uchun Gamma AI ni rasmiy sahifasiga kirib olishimiz kerak. Bizda ham faqatgina email talab qilinadi. Sign up for free. Mana Google orqali davom etish. Xo'p. Bu AI ni qulayliklaridan biri bizga sun'iy intellekt o'zi avtomatik 10 listgacha biror bir mavzuda prezentatsiya yasab beradi va bu mutlaqo bepul. Продолжительni bosamiz, davom etishni. Xo'p. Mana bu yerda endi bizdan so'rayapti, nima maqsadda Gammadan foydalanmoqchisan. Masalan, men ta'lim uchun, talabaligim uchun talaba. Graduate. Gamma AI haqida qayerdan bilding? Misol uchun ijtimoiy tarmoq orqali. Qaysi ijtimoiy tarmoq? Olaylik mana YouTube. Xo'p, endi generate ni bosamiz. Ya bu yerga o'zimizni biror bir mavzuyimiz. Olaylik kompyuter, misol uchun kompyuter tarmoqlari va ularning turlari masalan. Mana bu yerga mana 10 listgacha qilishimiz mumkin besplatni holatda. Mana bu yerdan esa albatta o'zbek tilini tanlab qo'yish talab etiladi. O'zbek tili. Xo'p, generate outline. Mana bizga butun planni tuzib beryapti. Xo'p. Endi bu yerda biz o'sha prezentatsiyani orqa fonini qanday shablonda bo'lishini tanlashimiz mumkin. Masalan, menga qaysi mana bu yoqdi olaylik. So'ng rasm. Mana AI image tanladim men. Siz o'zingizga ma'qul istalgan biror birini tanlashingiz mumkin. Mana generatsiya qilishni bosamiz. Xo'p. Mana bu yerda mana shuni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Bu yerda faqat besplatni yaratilganda muammo shuki, hozir saqlab olganimdan keyin ko'rsataman. Saqlab olganimdan so'ng qanaqadir menga tushuntirib beryapti. Mana deyarli prezentatsiya tayyor. Buni saqlab olganingizdan so'ng mana bu har bir sahifani mana shu taxminan mana shu burchak qismida made with gamma.app yozuv chiqib qoladi. Muammo shu faqat. Xo'p, mana bu yerdan shayam expert. Masalan, menga PowerPoint, ya'ni o'sha prezentatsiya varianti kerak. Xo'p. Yuklab olish uchun tayyorlanmoqda bu yerda faylimiz. Mana bu yerga tegin va yuklab ol deyapti. Bosamiz. Bo'ldi. Bu yerda mana tayyor. Endi buni yopamiz va mana do'stlar, juda qisqa fursatda bizda prezentatsiyamiz mutlaqo 100% tayyor bo'ldi. Bu yerda muammo aytganimdek mana made with gamma deb chiqib qolyapti. Bo'ldi shu. Umumiy holatda lekin
ancha optimal variant o'rganish yoki prezentatsiya tayyorlash uchun. Hammaga rahmat.